yorib bergan o'quvchimga 100,000 so'm hadya qilaman. Qani ketdik, kim yorib orar ekan? Bir bekatdan keyingi bekatgacha necha daqiqada yetib boramiz? Shuni hozir aniqlaymiz. Tayyormisizlar o'zi? Yo, do'q beryapsizlarmi? Do'q beryapsizlarmi? Qani shu soniyasizlar? Yorib chiqisharmikanlar? Hozir ko'ramiz, omma qarshisida begonalar oldida bilan gapiralarmikan yoki do'q berarmikan? Demak, tayyor turing. Bor yo'g'i 2 daqiqa vaqt va sizda bu hayajon ishonchsizlikni yorib chiqish uchun imkoniyat. Yo'l muhabbat